Mavzudan uzoqlashmaymiz. Kriminogen vaziyati og'ir mahallalarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, ularni sodir etishga sabab bo'layotgan muammolarni bartaraf etish maqsadida viloyat hokimligi, viloyat prokuraturasi hamda ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan Xonqa tumanining Yangi Turmush mahallasida huquq-tartibot va nazorat organlari bilan hamkorlikda keng qamrovli qo'shma ijtimoiy profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Hozir shu haqda Kompleks tadbirlar mas'ul xodimlarni xizmat oldi yo'riqnomasi bilan tanishtirishdan boshlandi. Shundan so'ng ishtirokchilar barcha yosh toifasidagi aholi vakillari uchun tashkil etilgan profilaktik tadbirlarni amalga oshirishga kirishdilar. Sog'lom ovqatlanish aksiyasi doirasida salomatlik stoli tashkil qilinib, inson organizmi uchun foydali va zararli oziq-ovqat mahsulotlari haqida ma'lumot berildi. Oilaviy poliklinika shifokorlari tuman tibbiyot birlashmasining tor soha mutaxassislari tomonidan fuqarolar uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik ham o'tkazildi. Ushbu ko'rik orqali nafaqat yoshlar, balki yoshi ulug' insonlar ham o'z sog'ligini tiklash borasida maslahat va tavsiyalar oldilar. Tadbir davomida yashil energiya resurslari, tabiiy gaz, elektr energiyasidan foydalanishda tejamkor texnologiyalar bo'yicha ko'rgazmalar, madaniy-ma'rifiy uchrashuvlar tashkil qilindi. Tijorat banklari tomonidan mahalla hokim yordamchilari bilan hamkorlikda olib borilayotgan ishlar, amalga oshirilayotgan mikroloyihalar, imtiyozli va boshqa tijorat kreditlarini berish tartibi bo'yicha ko'rgazmali taqdimot hamda bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi ham o'tkazildi. Profilaktik hisobda turgan fuqarolar va yoshlar bilan tashkil etilgan ochiq muloqot ham samimiy uchrashuvga aylandi. Unda bevosita mahallalar kesimida ijtimoiy profilaktika ta'siriga tushib qolgan shaxslar, shuningdek, profilaktika, probatsiya, ma'muriy nazoratda turuvchi hamda otaliqqa olingan yoshlar, uzoq muddatga ketib xorijdan qaytganlar, ayollar daftarida turgan psixologik va huquqiy yordamga muhtojlarning aniq ro'yxati shakllantirilib, ular bilan profilaktik suhbat olib borildi. Qonunchilikdagi o'zgarishlar, huquq va burchlari batafsil tushuntirildi. Ushbu kompleks tadbirlarni o'tkazishdan maqsad mahallada xavfsiz muhitni yaratish, jamiyatni sog'lomlashtirishdek umummilliy vazifani amalga oshirishdan iborat.